şu kav menjin tayyorlash usuli, ya'ni menjin kebab deb qo'yamiz. Shuni tayyorlash usuli o'rgatildi. Hamda buningda ketadigan materiallar bilan tanishib chiqaylik. Mushu xil shakldagi guyonfin deb atalgan kav menjinga maxsus ishlatadigan unni tayyorlaymiz. Bu xil unniki shu setib olish adresini men sizlarga o'zim ayrim yo'llab berman yoki atrofingizdan setib olsanglar bo'ldi. Birinchi bo'lib unni tayyorlab bo'lgandan keyin shu avval ustiga ilmon suvni quyamiz. Ilmon suvni quyib cho'qi bilan aralashtiramiz. Cho'qi bilan aralashtirib bo'lgandan keyin qo'l bilan ching holatda yug'uramiz. Undan keyin 20 minut atrofida povshamni g'orab qo'yib qo'yamiz. Ondan pichoq bilan shu holatda kesib olamiz. Qaranglar, kesib cho'qiga o'raymiz. Cho'qiga shu holatda ching tortib o'rab, undan keyin ching siqib, hammasini tayyorlaymiz. Tayyorlab bo'lib suvga silib qaynatamiz. Suvga silib buni qaynatib pishgandan keyin suvoq suvda chayqaymiz. Undan keyin zig'chalarni o'tkazib tayyorlaymiz. Pichoq bilan shu burma holatida kesib hammasini shu xil shaklda tayyorlaymiz. Undan keyin shu kav menjinni tayyorlaydigan kebabdan bor. Shu kebabdan andi mush xil kebabdan ishlasanglar bo'ldi yoki oilada yana bir xil kebabdan ishlasanglar bo'ldi. Undan keyin tuzini sepib maylaymiz. Hamma yerini maylab bo'lgandan keyin vushanfin, andan kebab uchun vaqtisi, zira, lazu vaqtisi qatorliqlarni sepamiz. Undan keyin zirini yoqtirsanglar, jiqroq sepsanglar bo'ldi. Mush holati chiqadi. Undan keyin biz buni pishirib iste'mol qilsak bo'ldi. Endi buningki ta'mi intayin o'zgacha, yeyish holati bo'ldi. Hammalarniki bir qatim sinab yiqishinglarni umid qilaman. Darsimiz tamom.